Assalamu alaykum hörmətli dostlar. Hammalarına kimi şahınlar xeyirlik bolsun. Nashr kontrol sistemisi yürüyüşlük dərsimizninki yangi qismiga xush kelibsiz. Bugünkü dərsimizdə biz nashr kontrol sistemisidagi pul və fetch degan ikki uqumni öyrənib o'tamiz. Oldingi dərsimizdə pul deganni öyrənib o'tgandik. Bugünkü dərsimizdə bolsa pul bilan fetchning qanday farqi borligini öyrənib o'tamiz. Endi pul degan qanday narsa deganda, pulda biz remote repositorydan kodimizni lokalga tushirib app bardik, ammo o'xshash vaqtda boshqalar projektga o'zgartishlarni elib remote repositoryga yo'llab bo'ldi. Biz kodimizni remote repositoryga yo'llagan vaqtimizda bizga xatolik berdi. Remote repositoryda yangi o'zgarishlar bor, shu o'zgarishlarni tushirib, anandan keyin o'zingizning kodini yollang, ya'ni push qiling deb bizga bir xatolik berdi. Bu vaqtida biz git pull origin master yoki qaysi branchdan tushirmoqchi bo'lsak, shu branchdan eng yangi kodlarni yerlikka tushirib olib, anandan keyin o'zimizning kodini yollaymiz. Endi fetch degan qanday narsa deganda, fetchda pulga o'xshab ketadi, ammo fetchda bizga mushu remote repositoryda o'zgarishning bor yo'qligini bizga deb berdi, ammo u kodlarni bizga tushirib bermaydi. Ammo pulda bo'lsa majburiy o'zgarishlarni, yangi hujjatlarni bizningki yerlik ambarga tushirdi. Bu git pul bilan git fetchningki farqi. Undaqda biz amaliy mashg'ulot qilish orqali git pul bilan git fetchni o'rganib o'taylik. Undaqda men avval GitHubga kirib, GitHubdan bir projektdan birini tushiray. github.com qilib, GitHub'ninki organ to'rbitiga kirib, Uyg'ur IT'ninki GitHub hisobotiga kirdim. GitHub hisobotiga kirib, GitHub hisobotdan bir projektdan birini tanlay, website degan projektni tanladim. Bu projektni tanlab, buningki GitHub adresini olaman. App bo'lgandan keyin men endi terminal kirib git clone-ni ishlatish orqali bu projektni tushiray. Bu projektni tushirishdan burun avval tushirilgan yerga boray. cd desktop deb desktop kirib, men desktopga tushiray. Bayamqi projektni tushirish uchun biz clone degan buyruqni ishlatamiz. Git clone, anandan keyin adresini kirgizamiz. Adresini Ctrl V yoki mouse'ning o'ng knopkasini bosib paste deganni bosib chaplasangiz bo'ldi. Bosgandan keyin bizga bu projektni tushadi. Biz ls degan buyruqni bosish orqali qaraydigan bo'lsak, website topar ekan, cd website deganga kirdim. Kirib qarsam, mana barliq hujjatlar tushibdi. Endi men bayamqi bizningki remote repositoryda bir hujjatdan birini quray. Create new files qilib, yangi hujjatdan birini quray. Yangi hujjat text deb hujjatdan birini qurib, bu yerga hello world deb bir xatni yozdim. Qilgandan keyin bu yerga description'dan yozib qo'ysanglar bo'ldi. Hello world dedik. Create new file qilib qurdim. Bu hujjatni qurib qarsak, yangi hujjat txt degan mana hujjatimiz qurilibdi. Endi men bayamqi projektni yerlik ambarga tushirgan shu projektni Visual Studio Code'da ichib shu projektga o'zgartish olib boray. Buni Visual Studio Code'ni ochdim. Ochgandan keyin open folder qilib, bizningki desktopdan bayamqi website deganni ochdim. Ichib projektni ochgandan keyin men bu projektga bir hujjatdan birini qo'shay. hello.html deb hujjatdan birini qurdim. Qurib, bu yerga bir HTML betdan birini quray. Hello all deb yozib, bu yerga bir paragrafdan birini quray. Qalayimqan xat qilib qo'yib turdim.
qilgandan keyin bu hujjatimiz qurildi. Shundami? Endi buni biz lokal repozitoriga qo'shaylik. Terminalga chiqdim. Lokal repozitoriga qo'shish uchun biz git add qildik. Git adddan keyin git commit m qilib git commit m hello qo'shildi dedim. Bizning lokal repozitoriga qo'shildi. Endi buni biz remote repozitoriga qanday chiqaratdik? Git push origin master. Shundami? Endi men buni bosganda qanday o'zgarish yuz berdi? Qarab baqilay. Qaraydigan bo'lsak, bizningki git push mag'lub bo'ldi. Endi buning sababi biz projektni tushirib bo'lgandan keyin remote repozitoriyda yangi bir o'zgarishlar yuz berganligi uchun, o'zgarishlar qo'shilganligi uchun u o'zgarishlarni cho'qim bizningki lokal repozitoriyaga tushirib, shu o'zgarishlar bilan tang o'zimizniki o'zgartishini yo'llashimiz kerak. Bo'lmasa boshqalarningki kodi yo'qolib ketadi. Shunga biz avval git pullni ishlatish orqali yangi o'zgarishlarni, yangi hujjatlarni o'zimizniki lokal repozitoriyaga tushirib, undan keyin bizningki o'zimizning o'zgartishlar bilan tang qo'shimiz. Bu git pullningki ishlatish o'rni git pull origin master deb qaraydigan bo'lsak, mana bizga mushu commit yozilgan faylsi chiqdi. Bu yerga biz ayni besib tuanga tushirib pull request yo'llandi dedim. Yo'llandi deb chekitni urib bo'lgandan keyin chekinish bu knopkasi, ya'ni escape deganni bosma. Biz bo'lgandan keyin control shift bilan qo'sh chekitni bosma. Bossak tuang qaraydigan bo'lsak qo'sh chekit chiqdi. X ni undash belgisini bossak saqlandi. Endi bizningki bayamqi hujjatimiz qanday bo'ldi? Tushdi. hello.html degan o'zimiznikida bizga hi degan hujjatni qurgandik. Shuni qurdik-ku deyman, esimda qilishcha. Yangi hujjat deganni quribdik. Yangi hujjat degan mana. Yangi hujjat degan tekst hujjati qo'shildi. Bu git pullningki ishlatish o'rni. Endi biz shu remote repozitoriyaga bir hujjatdan birini qo'shaylik. Hello yoki student.html deb besib yoki hi deb yozib qo'ydim. Qilib new comment qilib comment new file qilib bu student html degan betni qurdim. Endi buni biz terminalda tuandagi buyruqni ijro qilib baqili. Biz remote repozitoriyaga qo'shilgan kodlarni tushirish uchun git pull origin master desak, bizga eng yangi kodlarni tushirib beradi. Endi biz shu masterda bir o'zgarish bormi, yo'qmi, shuni ko'rmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Git fetch origin master deb qaraydigan bo'lsak, mana bir o'zgarishlar yuz beribdi, ammo u o'zgarishlarni bizga tushirib bermadi. Qaraydigan bo'lsak, mana bizning ls deb bossak, hujjatlarning hammasi bor, ammo bayamqi student html degan hujjat tushmadi. Chunki biz git fetch ni ishlatib faqat o'zgarishni ham ko'rdik, ammo u hujjatni tushirmadik. Hujjatni tushirish uchun qanday qilamiz? Git pull origin master deb bossak, anandan keyin bayamqi hujjat ochildi. Biz buni qilish uchun avval commit yozamiz. Yangi pull request yo'llandi dedim. Yo'llandi deb chekitni besib, escape'ni bosdim, qo'sh chekitni bosdim, x undashni bosib tushadim. Endi qaraydigan bo'lsak, ls ga qaraydigan bo'lsak, mana student chekit html degan
hüccət mana tushibdi. Bu get fetch bilan get pulninki farqi. Get fetch faqat o'zgarishni sizga ko'rsatib berdi. Get pul bo'lsa, shu o'zgarishlarni tushirib berdi. Bu get fetch bilan get pulninki farqi. Undaqda bugungi darsimiz mishakaygacha bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.